Hozir telefonga ham ancha-muncha pul ketyapti-da. Oldin gaplashganimizga to'lardik. Hozir internetga to'laysiz, Telegram, WhatsApp ko'p ketyapti. Tasib paynetni oldi kelib turmish. "Hey! Men taniyapsanmi?" Taniganim yo'q aka, tinchlikmi? Kecha men sen paynetingdan 20 ming pul soluvdim. Aka, bir kunda 200-300 ta odam keladi. Men sizni qayerdan taniyman? Menda qasi bitta keladi. Bashiray ko'ryapsanmi? Nima xizmat aka desa, "Pulim qani meni?" Pulingizni tushirib yubordim-ku desa, "Hech kim bilan gaplashganim yo'q-ku. O'chib qopti. Menga ham hech kim telefon qilgan yo'q. Pulim qani meni?" Aka, men siz pulingizni qayerdan bilaman? Kompaniyaga boring. Men senga to'laganman, kompaniyaga to'lamaganman. 20 ming pulim ha? Qopasan, hozir 30 mingga yo'l kira qilib keldim hozir. Yana 30 ming bilan qaytib ketaman. Lekin 20 mingni topasan mana shu hozir. Siz qarasa janjal bo'ladigan, paynetchi ham aqlli bola ekan. Sen kompyuterdan qarab, "Voy, mana aka. Telefoningizni zaryadkaga qo'ymadingiz" debdi. "Ha, qo'yuvdim" desa, "Svetdan qarzingiz bor ekan, o'shalar yechib olibdi aka" dirmish. Bir chekkaroq joyga to'yga borib qoldik. Bir kichkinagina tog'lar orasida bir qishloqcha bor ekan. 200 tacha odam yashar ekan. Lekin odamlar shunaqa beg'ubor, samimiy, mehmondo'st. Shu qishloq tog'larda orasida bo'lgani uchun antena chiqmas ekan sotuvey telefondan. Qarasam, hammaning qo'lida sotuvey telefon bor. Keyin men so'radim, "Aka" dedim, "antena chiqmas ekan" dedim. "Sotuvey telefon nima qilasizlar" dedim. "Sen SMS yozsa bo'ladi, Vazoxon" dedi. Men aytdim, "SMS ga ham antena kerak u" dedim. "Sen tepada antena bor-da" dedi. "Ha, tepaga chiqib yozasizlarmi?" desam, "Yo'q, yo'li bor" dedi. "Qanaqa yo'li bor" desam, "Qani yarim soat kuldim. Telefonni oldi, SMS ni yozdi, отправить degan joyini bosib turib, telefonni otdan shunday qilib. Shunday iluvdi, peredani bo'lib turibdi-da boyagi. "Qo'y" dedim. Bizning xalqimiz hamma narsani yo'lini topadi. Lekin qishloqda bironta ham butun telefon yo'q. Oynasi singan, qopog'i tushib qolgan. Skochlangan, puldrezigasi o'tkazib qo'ygan bunday qilib. Qo'limizdan tushib ketadi, Vazoxon deydi. Shuning uchun arzon telefon olamiz, bitta ikkitasi tomda ham qolib ketadi deydi. Men aytdim, "Qo'y" desam, yana otyapti bunday qilib. Men aytdim, "Yana nima otyapsiz aka?" Sam javob kelish kerak hozir deydi.